Navbatdagi misollar to'plami 36 dan 45 gacha, ya'ni 36 dan 45 gacha sharti bir xil, hammasi qulay usulda hisoblang. Demak, keling. 36. Demak, ko'paytirib qo'shsak ham to'g'ri bo'ladi, lekin bizda shart qulay usulda hisoblash kerak. Buning uchun nima qilamiz? Qavsni tashqariga bir xilini chiqaramiz. Mana ikkalasida ham 47 bor. Bir xil, ko'rdingizmi? O'sha 47 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz mana. Bu degan qavsdan tashqariga chiqarish degan 47 ni o'chirib tashlaymiz degan. Mana 47 ni o'chirib tashlasak, tasavvur qiling, mana shu joyda 47 yo'q. 47 ni o'chirib tashlasak nima qoladi? 52 qo'shilgan 48 qoladi, shundaymi? Demak, 47 ko'paytirib 52 ga 48 qo'shamiz 100. Demak, 47 ni 100 ga ko'paytiramiz 4700. Ko'rdingiz? Mana 47 dan o'chirib tashladik, 52 qoldi, qo'shuv 48. O'shani qolgan narsani qavschiga yozasiz. Bu qulay usulda hisoblash. Demak, 36 ga 4700 ekan to'g'ri javob. Ko'rdingizmi? Xo'sh, keyingisi 37. 37-misolimiz. E'tibor qiling. Ikkalasida bir xil 43 bor. Demak, 43 ni o'chirib tashlasam nima qoladi deb o'zingizga savol bering mana. 43 ni o'chirib tashlasam nima qoladi? 157, keyin ayrilgan 147. Shuni hisoblash kerak. 43 ko'paytirib 157 dan 147 dan ayirsak necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Demak, 10 ni 43 ga ko'paytirsak 430. Mana, tushunarli? Bu 37-misol edi. Demak, 38. 38 da ham ahamiyat qarating. Hammasida bir xil nima bor? Afsuski hammasida bir xil yo'q, to'g'rimi? Bir xillar chiqaramiz. Qarang, bu bilan bunda 73 bor, ko'rdingizmi? Mana bu bilan bunda 73 bor. 73 ni qavsdan chiqarsak, mana 73 ni o'chirib tashlasak, tasavvur qiling. Qavsda nima qoladi? 356 qo'shilgan 644. Mana, qo'shuv. Endi bu ikkalasida bir xil 27 bor, to'g'rimi? 27 ni chiqarib tashlasak nima qoladi? Mana 27 yo'q, tasavvur qiling. Nima qolyapti? 644 bilan 356. 644 qo'shilgan 356 teng. Teng. Demak, qolganini o'chirib tashlaymiz mana bu joyda. Demak, 73 ko'paytirib ikkalasini qo'shamiz. 356 ga 644. 0 0 1000. Ya'ni 1000 chiqar ekan. Qo'shilgan 27 ko'paytirib 1000. Mana, ya'ni bu ham 1000 chiqdi, bu ham 1000 chiqdi. Mana shu joyda ko'paytirib ketishga shoshilmang. Chunki ikkalasida ham mana ko'rib turganingizdek 1000 bor. O'sha 1000 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Natijada qavschida 73 qo'shib 27 qoldi. Teng. 1000 ko'paytirib 73 ga 27 dan qo'shsak 100 chiqadi. 1000 ni 100 ga ko'paytirsak esa 10000. Demak, bizda 38-misolimizga to'g'ri javob 10000 ekan. Tushunarli? Xo'sh. Demak, menimcha u darajada qiyin emas misollar. Ishlasa bo'ladi. Mana shu joyda hozir 1000 ni 100 ga ko'paytirishni xato qilib qo'ydim. 1000 emas, 10000 emas, 100000. Mana bitta nol qolib ketibdi. Mana bu 10 singari ko'rpa. Ya'ni 38-misolimizga to'g'ri javob 100000. Demak, keyingisi 39. 39-misolda ham xuddi shunday ish qilamiz. E'tibor qiling, bu ikkisida 7 bor. 7 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, natijada 55 ayrilgan 45 qoladi. Qo'shuv. Bu ikkalasida 3 bor. 3 ni chiqarsak 55 ayrilgan 45. Teng. 7 ko'paytirib ikkalasini ayirsangiz 10 bo'ladi. Qo'shuv 3 ko'paytirib ikkalasini ayirsangiz 10 bo'ladi. Xohlasangiz shunday ko'paytirib ketsangiz ham bo'ladi. 7 kara 10 70, 3 kara 10 30. Qo'shadigan bo'lsak 100. Mana. Xohlasangiz yana qavsdan tashqariga chiqarsangiz bo'ladi. Xo'p, 40-misol. E'tibor qiling. Yana o'sha ish, yana o'sha qavsdan tashqariga chiqarish. Bu ikkalasida 37 bor. 37 ni chiqarsak qavsida 59 qo'shib 41 qoladi. Ko'rdingizmi mana? 37 ni o'chirib tashlasak 59 qo'shib 41. Xo'sh, qo'shilgan
Bu ikkalasida e'tibor qilsangiz 63 bor. 63 chiqarsak qavs ichida 59 qo'shib 41 teng. Demak, 37 ko'paytirilgan 100 qo'shuv 63 ko'paytirilgan 100, ya'ni qavs ichlari 100 chiqdi. Endi ikkalasida ham 100 ni chiqarib tashlasak, natijada bizda qavs ichida nima qoladi? 37 qo'shib 63. Demak, 100 ko'paytiruv 100, ya'ni bu ham 100 chiqdi. 100 ni 100 ga ko'paytirsak esa 10.000. Mana. Demak, 40-misolimizga to'g'ri javob 10.000 ekan. 41-misol. Demak, 41-misol ham qavsdan tashqari chiqarish. Ya'ni qulay usulda hisoblang. E'tibor qiling, bu ikkalasida 14 bor. 14 chiqarib tashlaysiz. Natijada qavs ichida 27 ayrilgan 24 qoladi. Qo'shuv. Bu ikkalasida mana ko'rib turganingizdek 16 bor. Mana bir xil 16 ni chiqarib tashlaysiz. Natijada 49 ayrilgan 46 qoladi. Teng. 14 ko'paytiruv 27 dan 24 ayirsa 3, qo'shuv 16 ko'paytiruv 49 dan 46 ni ayirsa 3. Ikkalasidan ham 3 ni chiqarib tashlaymiz. Natijada qavs ichida 14 qo'shib 16 qoladi. Teng. 3 ko'paytiruv 14 ga 16 ni qo'shsak 30 bo'ladi. 3 ni 30 ga ko'paytirsak esa 90. Demak, to'g'ri javob 90 ekan 41 ga. Ko'rdingizmi? Bir marta o'rganib olsangiz, bu yoqlarni ham xuddi shuni ishlatsa bo'ladi. Demak, 42 keyingisi. Buni e'tibor qiling. Bu bilan bunda ikkalasida 43 bor. 43 chiqarib tashlasak, mana 43 chiqib ketdi, tasavvur qiling. 43 ni o'chirdik mana. Qavs ichida 28 qo'shib 72 qolyapti. Qo'shilgan. Ko'rdingizmi? Demak, bu ikkalasida mana ko'rib turganingizdek 57 bor. Bir xil ko'ryapsiz, 57. O'sha 57 ni chiqarsangiz, qavs ichida 81 qo'shib 19 qoldi. Teng. Demak, 43 ko'paytiruv 28 ga 72 ni qo'shsak 100 bo'ladi. Qo'shilgan. 57 ko'paytiruv 81 ga 19 qo'shsa 100 bo'ladi. Demak, ikkalasidan ham endi 100 ni chiqarib tashlaysiz. Qavs tashqariga mana yana qavs tashqariga chiqaryapmiz, ko'rdingizmi? 100 ni. Natijada 43 qo'shib 57 qoladi. Teng. 100 ko'paytiruv 43 ga 57 ni qo'shsak ham 100. 100 ni 100 ga ko'paytirsak 10.000. Demak, 42-misolimizga to'g'ri javob 10.000 ekan. Ko'rdingizmi? Xo'p, 43. 43-misol ham xuddi shunday. Qavsdan tashqariga chiqarish. Bu ikkalasida ko'rib turganingizdek 13 bor. 13 ni chiqarib tashlasak 12 qo'shuv 24 qoldi. Mana. E'tibor qilsangiz, bu ikkalasida bir xil yo'q, to'g'rimi? Unday holatda xavotirga o'rin yo'q. Mana shunday qolgan shartini ko'paytirmasdan ko'chiring. Teng. Endi e'tibor qiling, 13. Keling, pastdan yozaman buni. 13 ko'paytiruv qo'shib olamiz ikkalasini. 12 ga 24 qo'shsak 36. Qo'shuv 36 ko'paytiruv 47. Qo'shuv 60 ko'paytiruv 64. Teng. Endi e'tibor qilgan bo'lsangiz, endi ikkalasida bir xil paydo bo'ldi, ko'rdingizmi? Ikkalasida ham 36 bor. Ikkalasidan ham 36 ni chiqarsangiz, mana 36 chiqib ketdi, tasavvur qiling. 13 qo'shib 47 qoladi. 13 qo'shib 47. Qo'shilgan 60 ko'paytiruv 64. Teng. 36 ko'paytiruv 13 ga 47 ni qo'shsak 60. Qo'shuv 60 ko'paytiruv 64. Teng. Endi bu ikkalasida yana 60 paydo bo'ldi, ko'rdingizmi? Yana 60 chiqaramiz. Natijada 36 qo'shib 64 qoladi. Demak, 60 ko'paytirib 36 ga 64 qo'shsak 100. 60 ni 100 ga ko'paytirsak 6000. Mana. Demak, 43-misolimizga to'g'ri javob 6000 ekan. Tushunmagan bo'lsangiz, yaxshilab diqqat bilan quloq soling keyingi misolga. Ya'ni 44 ham shunaqa, buni ham xuddi shu usulda tushuntirib beraman. Ikkalasida e'tibor qilsangiz 43 bor, mana bir xil, ko'rdingizmi? 43 ni qavs tashqari chiqarasiz. Natijada qavs ichida mana 43 chiqib ketdi, tasavvur qiling. 67 ayrilgan 37 qoladi. 67 ayrilgan 37.
Bularda bir xili yo'q. O'shaning uchun bularni o'zini ko'chirib qo'yasiz mana. Hisoblamang buni. Chunki biz maqsad qulay usulda hisoblash. Demak 43 ko'paytiroq qavs ichini ayirasiz. 67 dan 37 ni ayirasiz 30 bo'ladi. Ayrilgan 30 ko'paytirib 23 mana. Qolganini ham xuddi shunday ko'chirib olyapman. Hech qanaqangi ish qilganim yo'q. Endi bu joyda e'tibor qilsangiz, ikkalasida mana endi yana bir xil paydo bo'ldi 30. 30 ni qavs tashqariga chiqarasiz. Mana 30 chiqib ketsa, natijada 43 ayrilgan 23 qoladi. 43 ayrilgan 23. Ayrilgan 20 ko'paytiruv 10 teng. Demak, 30 ko'paytiruv 43 dan 23 tag'asak 20 bo'ladi. Qo'shuv emas, uzr, ayruv 20 ko'paytiruv 10. E'tibor qilsangiz, ikkalasida ham endi yana bir xili 20 bor. 20 ni qavs tashqari chiqarasiz. Natijada 30 ayrilgan 10 qoladi. Demak, 20 ko'paytiruv 30 dan 10 ayirsak 20, javob 400. Demak, 44-misolimizda to'g'ri javob 400 ekan. Ko'rdingizmi? Qiyin emas, faqat ozgina tushunishga harakat qilsangiz, bemalol ishlab keta olasiz bu misollarda. Tushunmagan bo'lsangiz, qarang yana bir marta 45 tushuntiraman. E'tibor qiling, bu ikkalasida 247 bor, ko'rdingizmi? 247 ni qavs tashqari chiqarasiz. Natijada nima qoladi? 128 qo'shib 172. Mana 128 qo'shib 172. Qolganini esa ko'paytirmasdan shunday ko'chirib olasiz mana. Demak, 247 ko'paytiruv ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak 300 chiqadi. Uzr, ko'paytiradigan, qo'shadigan bo'lsak 300. Qo'shuv 300 ko'paytiruv 253. Buni e'tibor qilsangiz, ikkisidan ham 300 bor. Ikkisidan ham 300 chiqarib tashlaymiz. Natijada qavsida 247 qo'shilgan 253 qoladi. 300 ko'paytiruv ikkalasini qo'shasiz. 247 253 da 500 chiqadi. 300 ni 500 ko'paytirsangiz esa 150 ming. Tushunarli? Bu 45-misol edi. Bizda 31 dan 45 gacha qulay usulda, 31 dan 35 gacha qulay usulda hisoblanadi. Biz esa 45 gacha, ya'ni 36 dan 45 gacha, uzr, 36 dan 45 gacha qulay usulda hisoblanadi. Biz buni ko'rib turganingizdek, hammasini qulay usulda hisobladik.